Anor gulini choy qilib ichmang. Agar siz stressdan qutulishni xohlamasangiz, agar siz sahrning ikkinchi stadiyasidan qutulishni xohlamasangiz, sizda agar qon aylanish sistemasi yaxshi bo'lmasa, siz anor gulini ichmang. To'g'ri aytdim. Anor gulini 3 tur donasini olasizda, mana o'zi to'kilib ham ketyapti, hozir mana ko'rib turgan bo'lsanglar, 3 tur donasini olasizlarda, обычный choy, yarim litrga 5 donasini solasizlar. Har 100 ml-ga 1 dona anor gulini solasizda, yarim soat damlab qo'yasiz. Iliq shaklda kuni bo'yi 3 tur mahalgacha 200 ml-gacha ichib yurasiz. Bemalol ichsangiz bo'ladi. Siz stressdan to'lig'icha qutulasiz. To'ppa-to'g'ri, stressdan qutulish yo'li uy sharoitida mutlaqo tekindan shu. Agar sizga uy sharoitida tekinga foydali videolar kerak bo'ladigan bo'lsa, siz podpiska tugmasini bosasiz, kommentariyaga yozib ketaverasiz. Qanaqa savollar bo'ladigan bo'lsa, men javob berishga maksimal darajada harakat qilaman. Salomat bo'ling.